Abi, mana do'mi biqinidan yo'l yuzidan kirib kelganimizda, bizda mana bu yoq tarafimizda уже под ofis ketyapti. Mana birinchisi уже ochilgan. Tur agentство, Lux Cruise. Yonidagi oyna, ikkita oynasi bor. Xuddi mana shunga o'xshatib, pastlatlar chiqartirib, nejiloy qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz o'zingiz uchun mulk qilib olib qo'yib, jiloyda yashab tursangiz ham bo'ladi. Abi, uy holati juda ham akkuratniy, top-toza kirib yashaydigan uy ekan. Bu uyda yashasangiz ham bo'ladi. Biznes qilib, nejiloy fond qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Qarang, asosiy podyezddan kirish eshigimizda bu yog'imizda prixojey, mana chap tarafimizni birlashtirib sanashib qo'yishdi. Kafelar akkuratni chiroyli holatda turibdi. Hop, bu yoq tarafdan keling boshlaydigan bo'lsa, bu yog'imizda bizda mana birinchi xonamizda, xohlasangiz spalniy, xohlasangiz detskiy. Birinchi qavatimiz yo'l yuzidan, ikkinchi liniya bu yoq tarafda pod ofis, pod biznes, pod klinika, pod частный садик ham olib foydalaniladi. Narxi juda ham yumshoq. Necha bo'ldi bo'laysiz? 120 ming egalari so'rashyapti. Sunnatli kelishadigan joylari bor. Keling. Mana bu xonamizda esa bizda zal mehmon kutadigan gostivoy xonamiz, balkon bilan oraliq ochilgan g'ishli domimiz, qishda issiq, yozda salqin. Va chap tarafimizda esa bizda oshxonamiz bo'ladi. Abi, mana oshxonamizda bu yoq tarafda встроенный кухня garnituri tayyor. Manzilni aytib o'tdim, Yunusobod C6 yo'l yuzidan ikkinchi dom pod biznes nejiloy qilib foydalansangiz ham bo'ladi. O'zingiz uchun olib, mulk qilib yashab qo'ysangiz ham bo'ladi. Ma'lumot uchun telefon raqam opsioniyada.